Yo'q, uzr so'rayman. Men videoyim olayotgan edim. Obunachilarim uchun video olayotgan edim. Zerikib ketdim, chiqib qol, birga sayr qilamiz. Iloji yo'q, men aytyapman-ku, obunachilarim uchun video olayotgan edim. Shuning uchun men hozir ko'chaga chiqa olmayman. Sen boshqa jitning oldiga borib ko'r, balki ular bo'shdir. Juda ham xafa bo'ldim-da, lekin o'zim bilmayapman nima qilishni. Mayli, boshqa jitilni chaqirib ko'raman. Xayr unda senga. Lekin juda ham xafa qilding ko'chaga chiqmaganliging uchun. Nima qilay, axir men bandman deyapman-ku. Bo'ldi, telefonni o'chirsang, qo'ysang yaxshi bo'lardi. Men video olishim kerak. Ha, bo'pti, ahmoq. Unda men kimning oldiga boraman? Ha, o'ylab qarasam men jigarrang jitilning oldiga borishim kerak. Jigarrang jitil menimcha chiqsa kerak, to'g'rimi? Jigarrang jitil yaxshi. U xo'p deydi, men bilaman-ku. Jigarrang jitil mana shu yerda bo'lsa kerak. Uyga keldim-ku. Uyga chaqirib ko'ramiz. Jitil, jitil, eshikni och, eshikni och. Jitil, eshik ocha qol, eshigingni och. Eshik ochiq ekan-ku. Uyda bormikan? Uyda ham yo'q. Unda qayerda bo'lishi mumkin? Jin ursin. Men uni qayerdan topaman? Uyida yo'q bo'lsa, mayli, tashqarini qarab ko'rsam, balki ana shu yerdan toparman, to'g'rimi? Ha, mayli, mana shu yerlarni qarab ko'ramiz. Bu nima? Bu qanday eshik? Bu yerda qanday yerda eshik turibdi? Tushunmadim. Bu yerda eshik bo'lishi mumkin emas. Bu to'g'ri kelmaydi hech narsaga. Bu yerda qanday qilib eshik bor? Tushunarsiz hammasi. Bo'lishi mumkin emas. Ochildi. Bu yerga tushib ko'ramanmi? Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Bu yerda narvon, qandaydir sirli joylar. Bu yerga men tushib ko'rishim kerak. Bu yer nima? Jon ursin, bu qanday joy? Sirli bunkerga o'xshar ekan. Bu yerda jitil. Ha, mening yadroviy bombam tayyor. Endi bu bilan butun Minecraftni yo'q qilishga kuchim yetadi. Men endi bu bilan qanday zo'r ishlar qilaman? Bu bilan men Minecraftni bosib ola olaman. Jitel, sen nimalar deyapsan? Sen bu yerda nima qilyapsan? Sen bu yerga qanday kirding? Mening yashirin joyimga sen bu yerda qanday kirding? Tushunmayapman. Sen nimalar deding? Nimalar qilyapsan? Sen qanday qilib bu yerga kelding? Bu haqida hech kimga aytma, sendan iltimos. Bu mening sirli narsam. Menga so'z ber, buni hech kimga aytmaysanmi? Sen nimalar deyapsan o'zi? Sen bu bilan nima ko'p narsa qila olasan. Bu taqiqlanganini bilasanmi? Iltimos sendan hech kimga aytmagin. Bu juda ham taqiqlangan narsa. Men senga olim sifatida aytyapman. Bu juda ham yomon narsa. Senga bu narsani qilishni tavsiya qilmayman. Bu narsangni yo'qotishni maslahat beraman. Iltimos, xo'p. Faqat hech kimga aytma. Iltimos. Mana senga. Va barchangizga salom, sizlar bilan men Kompot va mening kanalimga xush kelibsiz. Saram, bugungi videomiz ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun videomizga like bosing, obuna bo'ling va har doimgidek kommentariy yozib qoldiring. Men sizlarni yaxshi ko'raman, sizlar ham meni yaxshi ko'rasizlar. Ha, shunday. Va men nihoyat ishlarimni qilib bo'ldim. Videoyimni olib bo'ldim. Endi esa bu jitil menga sayohat qilishga chaqirayotgan edi va men endi unga bo'lganligimni aytaman. Ha, u telefonni ko'tararmikin ish qilib, menimcha u boshqa jitil bilan o'ynayotgan bo'lishi kerak. Ha, mayli, men unga telefon qilib ko'raman. Nimaga telefonni ko'tarmayapti? Tushunmadim. Telefonni ko'tarmayapti. Jin ursin. Ha, mayli, uni ko'chadan qidirib ko'ra qolaylik, sayr qilib yurgandir jitillar bilan. Menimcha shunday do'stlar. Unda men hozir telefonni ko'tarmayotganiga yarasha tashqariga chiqib qarab ko'raman. Balki u tashqarida yurgandir jitillar bilan. Ana u yerda jitil nima qilyapti? Tushunmadim. Yaxshi bo'ldi. Nima qilyapsan bu yerda? Salom Kompot. Yaxshimisan? Men jitilni qidirayotganimni ko'rmadingmi? Yo'q, bu nima? Hech narsa, bu yerda hech narsa yo'q xullas. Bu yerga qarashing shart emas. Nima bo'lyapti bitta ko'ray? Bu yer nima? Bu yer senikimi? Ha, meniki. Bu shunchaki podval. Bu yerda meva-chevalarimni saqlayman, keraksiz. Xullas, keraksiz narsalarda. Xullas shunday. Men tushib ko'ray, u yerda qiziq narsa bordir. Nima? Yo'q, yerga tushish mumkin emas. Tushunayapsanmi? Hech kim tushirmayman yo'q. Shunchaki nimaga sen o'zingni g'alati tutyapsan? Shunchaki tushaman bo'ldi. U yerda yomon narsa qilmayman-ku. Shunchaki bergim kelmaydi-da, yo'q, juda ham sassiq. Shuning uchun bergim kelmaydi. Mayli, o'zing bilasan, lekin g'alati narsalar qilyapsan. Mayli, unda senga xayr, yaxshi hol. Mayli, xo'p. Uzr, lekin xo'pmi? Mayli, xo'p, mayli, xayr. Do'stlar, nimaga bu general bo'lib qolganmi? Hayronman, juda ham o'zini g'alati tutyapti. Men uni ko'ramanmi, bilmadim-ku. Mayli, men jitilni uyga borib qidirib ko'rishim kerak. Jitil uydami? Nimaga eshik ochiq? Uyida yo'q. Nima uchun?